Hozir bilasizmi, nima uchun erkaklar ko'proq xiyonat qilishyapti? Eng главный faktor qaynota ota-onasi bilan yashaydi. Xotinni ortiqcha restoranga olib chiqa olmaydi. Xohlaydi-yu, jamiyat o'zgaryapti. Erkaklar xohlaydi xotini bilan yurishni. Sayohatga olib chiqa olmaydi. Tinchgina uyda bir yotib ishini qila olmaydi. Chiqadi ko'chaga, uyi joyi tayyor, sal o'zi yoshdan katta bo'lsa ham, er-yu xotinni topadi, mazza qilib uni uyiga borsa hech kim uni urishmaydi, xohlagancha kayfini qiladi, uni xolasi chet elga olib keta oladi, xolasi restoranga olib bora oladi, yuribdi shunaqa qilib mazza qilib. Bu yerda kelin cho'ralik qilish kerak. Agar kelin nimadir deb qolsa, masalan, o'sha paytda janjal bo'ladi. 50 yoshga kirib, qaynotasi qo'ymasdan eri bilan bir joyga bora olmaydigan odamlar bor. Tasavvur qiling, 50 ga kirgan kelin. Zato qaynonasi bilan yashaydi. Biz bitta rus bilan ishladik, komanda rivojlantirish uchun. Aytayapti, nimaga deyapti, sani o'zbeklaring deyapti, bunaqa mas'uliyatsiz, ishini vaqtida qilmaydi, vaqtiga kelmaydi. Juda ham masalan, ko'pda shunaqa boyagi mas'uliyatli odamlarni kam uchratasiz. Kim aytayapman? Chunki bizani o'zbeklar 50 ga kirsa ham ota-ona bilan yashaydi.